Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yaponiya Uyg'ur jamiyati hamkorlashishida Tayvan Demokratiya fondining yordami bilan Yaponiyada xalqaro muhokama yig'ini chaqirilgan. Mazkur yig'in 25 fevral kuni Yaponiya parlamentida o'tkazilgan bo'lib, mazkur yig'inga qatnashish uchun Amerika, Tayvan, Germaniya, Finlandiya va Yaponiyadan 20 dan ortiq so'zligicha taklif qilingan. Mazkur faoliyatning kutilish yig'ini 24 fevral o'tkazilgan bo'lib, kutilish marosimiga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan aziz mehmonlar, Yaponiya parlament a'zolari, har qaysi davlatlarning Yaponiyadagi elchilari qatnashgan. Kutilish marosimida mazkur yig'inning ichilish so'zini Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining kotibi Yishibashi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmadjon Letib, Tokyo universitetining professori Hirano Satoshi qatorliqlari nutq so'zlagan. Rasmiy muhokama yig'ini 25 fevral ochilgan bo'lib, bu yig'inga Yaponiya parlament a'zolari, Amerika, Tayvan, Germaniya, Finlandiya va Yaponiya qatorliq davlatlarning diplomatlari qatnashib, 4 bosqichga bo'lib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklari, majburiy emgak, Yaponiya va Sharq Turkistonning tarixiy munosabati, Uyg'ur davosining hozirgi vaziyati haqida muhokama olib borgan. 7 yildan beri Xitoy turmisida nahaq tutib turilayotgan doktor Gulshan Abbosning qizi Ziba Murad, Amerika Avam palatasining raisi Mike Johnson tarafidan Amerika prezidentining davlat ahvolidan ma'lumot berish nutqiga alayda mehmon sifatida taklif qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbos xonimning hadisi, Ziba Muradning opsi doktor Gulshan Abbos 2018 yildan beri Xitoy turmisida tutib turilayotgan bo'lib, bu oiladan Amerikadagi tibbiy fanlar olimi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Rishad Abbos va Roshan Abbos xonimlar uzundan buyon oshkor holda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli tutqun qilish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgaki qatorliq zulmlarini dunyo jamoatchiligiga tonishtirib kelganlikdan Xitoy hukumati qarshi o'chilish uchun doktor Gulshan Abbosni 2018-yilda tutqun qilgan edi. Mike Johnson bu haqda Hell gazetiga bergan bayonotida va o'zining X hisobida e'lon qilgan yozmasida mundaq degan: Doktor Gulshan Abbosning oila a'zolari Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan razil muomalasi haqida so'z qilib bir qancha kundan keyin doktor Gulshan Abbos Xitoy Kompartiyasi tomonidan majburiy tutqun qilinib qo'lga olindi. Biz Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklarini xalqaro jamiyatning diqqat markaziga olib kelish va nahaq tutib turilayotganlarning hammasini qo'yib berishga chaqirishni davomlashtirayotgan bir paytda doktor Gulshan Abbosning qizi Ziba Muradni Prezident Trumpning davlat ahvolidan ma'lumot berish nutqiga mehmon sifatida taklif qilish men uchun sharafdir. Ziba Murad va uning opsining ahvoli ilgirmo Avam palatasi, Xitoy ishlar alayda komiteti va boshqa qonun tuzuvchilar tomonidan ta'kidlanib kelgan edi. Bu qitim u Avam palata raisi Mike Johnson tomonidan Trumpning davlat ahvolidan ma'lumot berish nutqiga alayda mehmon sifatida taklif qilingan. 24 fevral kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining markazida Germaniyadagi turk tashkilotlari va turk jamoatiga iftor bergan. Mazkur faoliyatda oldi bilan Qur'on Karim tilovat qilinib, orqadan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim so'z qilib, so'zida birlik, barobarlik, ittifoqlik va Ramzonning xosiyati haqida to'xtalib o'tgan. Orqadan Milliy ko'rish tashkilotining bosh maslahatchisi Mehmet Qaroğli, Yevropa Nizomi olam federatsiyoni boshlig'i Erol Yazıcıoğlu, Yevropa Türk Federasyonu Bavariya rayoni boshlig'i Erhan Aslan, München Merkez Jamiyasining vakolatchisi Hasan Çelik, Yevropa Saadet boshlig'ining vakolatchisi Mehmet Ünlü qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkiston davosining Uyg'urlarning emas, balki de barliq turk millatlarining va islom dunyosining o'rtaq davosi ekanligini ta'kidlashgan. 100 dan ortiq kishi qatnashgan bu faoliyatga yana Milliy ko'rish Bavariya rayonlik boshlig'i Zeki Shakar, München Türk Medeniyet Merkezining boshlig'i Ayub Tangriverdi, Augsburg Türk Medeniyet Merkezining boshlig'i Cengiz Ulukan, Diyanet İşleri Ministerligi Mehmet Akif Jamiyasining boshlig'i Shenol Mert qatorliqlardan boshqa Münchendagi turk tijoratchilari qatnashgan.
Faoliyat oxirida Abdujalil Ahmad Qarajim Muborak Ramazon iyi munosabati bilan vatanning mustaqilligi va xalqimizning hurlik yo'lida qurbon bo'lgan barliq shahidlarning ro'yiga atab duo tilovat qilgan. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi ve Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfisining raisi Professor Dr. Erkin Ahmad 23 fevral Türkiye'nin paytaxtı Anqaradagi Töre Davlat Kitapxonasida Xitoy va Uyg'ur qirg'inchiligi qanday tushuntirilishi kerak degan temada leksiya berib, o'z tarjim qilgan turmadagi yozuvchi Farhod Tursunning Arxiv ko'cha nomli kitobini imzo qo'yib, tarqitish faoliyati o'tkazgan. Töre Davlat Kitapxonasida o'tkazilgan leksiya va kitobga imzo qo'yish faoliyatiga Anqaradagi Yangi Ufq jurnalining vakillari, Sharq Turkiston davosining qo'llovchilari, Anqaradagi har qaysi universitetlarning o'quvchilari, har qaysi tashkilotlarning raislari va turk o'qirmanlari qatnashgan. Shu kunki iftordan keyin elib berilgan leksiya berish faoliyatida Professor Dr. Erkin Ahmad so'z qilib, Xitoyning tarixiy, kengaymichilik siyosatlari, Sharq Turkiston masalasining arxiv ko'rinishi, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining xalqaro sahnalarda elib berayotgan xizmatlari va natijalari to'g'risida qisqacha to'xtalgan. Leksiyaning savol-javob bosqichida Professor Erkin Ahmad qatnashchilarning dunyo hukumatlari Xitoyning kengaymichilik siyosatini to'xtatish uchun nima qilish kerak, islom davlatlari, bo'libmi turk davlatlari tashkiloti Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun nima qilish kerak, Uyg'urlarning Turkiya hukumati va turk yoshlaridan kutadiganlari nima degandek savollarga javob bergan. Leksiya oxirida Professor Dr. Erkin Ahmad turmadagi dаңlıq yozuvchi Farhod Tursunning o'z tarjim qilgan Arxiv ko'cha romani va Dunyo Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi Dolqin Isoning Xitoy qarshi kurashlarim nomli kitobining turkcha nusxalariga imzo qo'yib tarqitish faoliyati o'tkazgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.